Qadrli yurtdoshlar, Asal Bobo kanalini ashaddiy kuzatib boruvchilari, asalarichilar hamda asallarga qiziquvchilar, men sizlarga bugun 6 semiyalik yashikni obzorini qilib beraman. Bu yashigimiz 3 ta litoga bu yoqdan, mana 1, 2, 3 ta bu yoqdan, 3 tasi orqa tomonda, 3 ta bu tomonda litoga bor. Bu 3 ramkadan 6 ta oila oladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 3 ta ramka, bitta anaqaga ham joyi bor. Yonida doska qo'yib qo'yishga. Buni bittadan yaxshi tomoni, buni bir ramkadan atvodga qilsalaring, bitta rasplot, mana deylik rasplot desak, bitta asalli ramka, mana sush asalli ramkasi bo'lsa, shundoq qilib buni atvodga qilib qo'yasizlar. Yoniga bitta doskani, mana doskani shundoq qo'yasizlar. Mana salafan bilan shuni o'rab qo'yasizlar, mana. Bundoq qilib salafan bilan o'rab qo'ysalaring, issiqqina matchnik, bitta matchnik solib qo'yasizlar. Asallarning tuxumga kirib turadi. Buni afzalligi nimada desalaring, buni afzallik jihati, masalan, uyingizda 20 ta 30 ta yashigingiz bor, 10 ta yashigingiz bor. Matkasini yangilashingiz kerak. 1 yil 2 yildan beri matkasini yangilamayapsiz. Bundan bir 4 ta yashig olib borib qo'ysangiz, 4 ta yashigida 6 tadan bo'lsa 24 ta yangi matka bo'ladi. O'zi 20 ta oilangiz bo'lsa ham 24 ta yangi matka tuxumga kirib turadi. Buni siz nargilarga olib atvodga, eski matkalaringizga hozir Muhammad Rizo, men bitta video olayotgandim, keyin gaplashamiz sen bilan. Buni shunaqa qilsalaring foydasi rosa yaxshi bo'ladi. Matkalaring bunda 10 kun 15 kun ichida tuxumga kiradi. Matchnik qo'yib qo'ysalaring, matkalar tuxumga kirgandan keyin buni olib ikkita 3 ta rasplot bo'lgandan keyin nargi arilaringni, eski arilaringni matkasini o'ldirib tashlab buni bersalaring ham bo'ladi. Yo bo'lmasam buni bir ramka rasploti bilan olib u yoqqa qo'yib, bundan yana bir ramka rasplot solib qo'yib, matkani tuxumga kirgizib sotsalaring ham bo'ladi-da. Yaxshi biznesning bitta yo'li bu ham. 10 ta yashik qilib qo'ysa bitta odam uyiga 10 kun 15 kunda tuxumga kirsa, yangi bitta matka, yaxshi zotli matka qo'yilsa 100 mingdan 150 minggacha sotilyapti. Shunga buni men sizlarga tavsiya qilaman. Bu yashik birodarimizniki, sherigimniki, yashiklardan sotyapti. 6 xonalik yashik bir 80 ta 100 tacha bor sotiladigan. Yog'ochlari 3-3lik yog'ochdan tayyorlangan. Ustidagi tunkalari ham 3,5lik tunkadan. Buni yana bitta afzallik tomoni, kamerani yaqinroq olib kelsang, mana bunisi bundoq qilsa chiqadi. Mana har bittasi chiqadi, mana. 3 tasini chiqadigan qilganmiz. O'zi bu ham chiqadi, mana bu ham. Sal qattiqroq tortsangiz, mana bu ham chiqadi-da, mana. Har bittasi chiqadi. Buni общий holatda mana общий seli bir oilalik qilib ishlatsalaring ham bo'ladi, mana. Endi bu yashikda o'tgan yildan beri tozalamaganmiz, ari ham solmaganmiz. O'tgan yilgi atvodgalar qolib ketgan. Xohlasalaring bir xona qilib ishlatsalaring bo'ladi. Xohlasalaring mana bundoq qilib o'rtasidan men endi bitta anaqa qilaydi, sizlarga ko'rsatib beray, mana. O'rtasidan bitta mana hozir qo'yilganda, mana. Bu yog'i 11 ramka, bu yog'i 11 ramkaga bo'lib 12 ramka ari sig'adigan bittadan ikkita kuchli oila boqsalaring bo'ladi. Xohlasalaring bitta kuchli oila boqsalaring ham bo'ladi. Mana shu yashikda. Xullas, buni men sizlarga tavsiya qilib qolaman. Narxi 500 ming so'm bitta yashikda. Buni ichiga nimalari kiradi desalaring, ko'rpachasi, karmushkachalari bor. Iloji boricha karmushkalarni qilib beramiz, ovqat bergani, qiynalmasliklaring uchun. Pastda nomer yozib qolaman, sherigimning nomeri. Bu sizlarga aloqaga chiqsalaring, dastavkasini ham kelishib qilib beradi. O'zbekiston bo'ylab. Hamma asalarichilarda bundan 100 ta asalarisi bor odamda hech bo'lmasa bundan 10 ta turishi kerak emas. 6 xonalik yashikdan. Biz o'zimiz ham bundan bor. Hozir bir anchasiga atvodga qilib o'sha matkalarimiz bo'g'iz bo'lishni boshladi bizniki. Hali ham kech emas. Buni yoz bo'yi qilsalaring bo'ladi. Mana shundoq qilib bitta, ikkita oila boqsalaring ham bo'ladi, 6 tagacha oila boqsalaring ham bo'ladi. Mana bu yashiklarimiz olib keldi Muhammad Qodir. Mana bu yashigimiz, masalan, bular 4 xonali yashik. Buni ham o'rtasini olib tashlab 2 xona qilsa bo'ladi. Faqat buni orqa tomonda litogi yo'q. Mana orqa tomon tep-tekisda bular. Litogi yo'q. Buni mana bunda 6 xonalikda bo'lsa, mana 6 xonalikda bo'lsa, mana bu yoqda 3 ta litogi bor. Bu yoqda 3 ta litogi bor. Yashiklar 3 yil, 4 yil, 5 yil ishlagan o'zimizda. Buni faqat biz ishlatishimiz qanaqa bo'lgan? Ishlatishimiz bahorda atvodga qilamiz, matkalar tuxumga kirib 1 marta, 2 marta matkalarni olamiz. Keyin o'zini boshqa arilarga solib, ba'zi bir yili kuzgacha ishlagan yili rosa kam bo'ladi. Olib siraz olib kelib matga taxlab qo'yamiz.
yomg'ir tegmaydigan joyda turadi. Mana kraskalari ham radnoy kraskada turibdi. Hali petno-metnolari ham yo'q. Hali mashina purishlari gapida gapirganda. Yaxshi qilib ideal holatda, hamma yo'g'i zo'r. Olaman desalaring, qiziquvchilar telefon qilib aloqaga chiqib olinglar, xudo xolasa tugab qolmasidan. Yaxshi ichida zo'r arilar, hali paroda arilar boqilgan yashiklar. Sog' bo'lasizlar. Ana podpiska tugmasini bosib qo'ysalaring, like bosib tursalaring, yana izohlarda yozib tursalaring, nima qilish kerakligi haqida, yo bunga biror yangilik kiritish kerakmi? O'zlaring izohlarda nima deydi, savollaring bormi, yo biror bir yangiliklaring bormi yozib qo'ysalaring, xudo xolasa vaqtimiz bo'lganda o'qib chiqamiz, tanishib chiqamiz. Hozir o'zim ko'pincha kommentariyalarga uncha javob berishga vaqtim rosa kam bo'lyapti. Shuning uchun shunaqa gaplar. Naryoqlarda mana, naryoqda qaratganda Muhammad Qodir. Ana shu yashiklar ham 6 xonalik. Bir 10 tasiga bu yoqda atvodga qilib qo'yganmiz. Bu yoqdagilar hammasi paket sotilgan yashiklar. Mana bu yoqlar hammasi bular Samarqandga, Xorazmga paket ketgan bular. Hozir hammasiga yangi matchni qo'yganmiz. Matkalar chiqdi. Hali bo'g'oz bo'lgani yo'q. Endi 3 kun, 4 kun bo'ldi. Xudo xolasa endi bo'g'oz bo'lib tuxumga kiradi bular ham inshaalloh. Xudo xolasa bularni ham to'ldirib duolaring bilan asallar olamiz. Sog' bo'linglar.